ACARA nasliy angionevrotik shish kasalligini tashxislash va davolash bo'yicha xalqaro akkreditatsiyalangan markazlar tarmog'i hisoblanadi. Ushbu tuzilmaga a'zo bo'lish orqali mamlakatlarda bemorlarni qo'llab-quvvatlash tizimi rivojlantiriladi. Ya'ni ular dastur doirasida yuqori texnologik tekshiruvlar, bepul dori-darmonlar bilan ta'minlanadi. Bu yo'nalishda mahalliy mutaxassislar ilg'or xorijiy davlatlarda bilim va malaka oshirish hisobiga tibbiy xizmat sifati yanada yaxshilanadi. Respublika ixtisoslashtirilgan allergologiya va klinik immunologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi ACARA xalqaro tarmog'iga a'zo bo'ldi. Natijada u nasliy angiodema bo'yicha xalqaro standartlar asosida faoliyat olib boruvchi yurtimizdagi birinchi muassasaga aylandi. Shu munosabat bilan o'tkazilgan tadbirda Sog'liqni saqlash vazirligi rahbariyati muassasa jamoasini mazkur xalqaro e'tirof bilan qutladi. Markazning ushbu AK tashkilotiga a'zoligi markazni nafaqat O'zbekiston hududida, balki dunyo miqyosida o'z faoliyati bilan tanishtirish hamda O'zbekiston tibbiyotiga yangi innovatsion, yuqori texnologik tashxisot va davo usullarini olib kiritilishiga yaxshi zamin bo'ladi. Ushbu tashkilot tomonidan bunday bemorlar ijtimoiy himoyaga olinadi va ular kerakli dori-darmonlar bilan ham ta'minlanadi. Bunday bemorlarga aniq tashxisot shu kungacha mamlakatimizda o'tkazilmagan. Lekin mana shu tashkilotga a'zo bo'lganimizdan so'ng bizning markazda nasliy angionevrotik shishga chalingan bemorlarga aniq tashxis qo'yiladi hamda aniq davo choralari belgilab olinadi. Qayd etilganidek, nasliy angionevrotik shish kam uchraydigan kasallik. Bu patologiya har 10-50 ming kishidan birida aniqlanadi. Biroq tahlillarga ko'ra bunday bemorlarning katta qismi hayotdan ko'z yumadi. Shu bois u orfan xastaliklar guruhiga kiritilgan. Afsuski, dunyo tibbiy amaliyotida ushbu kamyob kasallikka chalinganlarni yanglish tashxis bilan jarrohlik stoliga yotqizish hamda noto'g'ri muolaja qilish holatlari uchrab turadi. Respublika ixtisoslashtirilgan allergologiya va klinik immunologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi esa mazkur xastalikni tashxislash va davolash borasida salmoqli natijalarga erishmoqda va bu xalqaro darajada e'tirof etilyapti. Bugungi xalqaro sertifikat markazimizning angionevrotik shish kasalligini tashxislash va davolash borasidagi jahon standartlariga mos faoliyat yuritayotgani tasdig'idir. Bu markazimizga nima beradi? Avvalo, ilg'or bilim va xalqaro tajriba hamda zamonaviy davolash usullaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. O'z navbatida bemorlar uchun jahon andozalari darajasida sifatli, xavfsiz va samarali tibbiy yordamdan foydalanish imkoniyati yaratiladi. ACARA bilan yo'lga qo'yilgan mustahkam hamkorlik aloqalari O'zbekistonda nasliy angionevrotik shishdan aziyat chekuvchi bemorlarning hayot sifati va ularga ko'rsatiladigan tibbiy xizmat darajasi yanada yaxshilanishiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. O'z navbatida muassasaning bunday yutuqlari tufayli bu yerda tibbiy turizmni yanada rivojlantirish uchun keng yo'l ochilmoqda. Masalan, o'tgan yil davomida markazda 1000 nafardan ziyod chet ellik bemorlarga ambulator, 100 nafardan ortiq xorij fuqarosiga statsionar tibbiy xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, shu yil oxiriga mazkur ko'rsatkich sezilarli darajada ko'payishi kutilyapti. Markazimizda tibbiy turizm faoliyati bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Ya'ni o'sha chet eldan kelgan bemorlarni qabul qilish uchun poliklinikamizda alohida xona ajratilgan. Bemorlar bevosita shu xonaga murojaat qilishadi va ularni statsionar davolanish uchun markazimizda tibbiy turizm bo'limi tashkil qilingan. 10 o'rinli bu bo'limda, demak, o'sha chet eldan kelayotgan bemorlarni davolanish uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Tadbir yakunida markaz rahbariyatiga xalqaro akkreditatsiyalangan markazlar tarmog'iga a'zolikni tasdiqlovchi sertifikat tantanali ravishda topshirildi.